Assalomu alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar tahlili bilan haftada biz. O'zbek, turkman ming yilliklarga daxldor tarix bog'lab turadi bu ikki xalqni. Tili, dini bir bo'lgan, urf-odatlari juda yaqin bo'lgan qardoshlarimiz. Yakunlangan haftada o'zbek, turkman xalqlari hayoti uchun juda manfaatli bo'lgan oliy darajadagi tashrif amalga oshdi. Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov 23-aprel kuni O'zbekistonga keldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti va turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi birgalikda Silk Road Samarkand xalqaro turizm markazida Boqiy shahar tarixiy etnografik bog'i hududida tashkil etilgan madaniy tadbirlarda ishtirok etdilar. Oliy martabali mehmon xalqimizning boy madaniy merosini aks ettiruvchi ko'rgazmalar, hunarmandchilik va amaliy san'at namunalari bilan tanishdi. Raqs jamoalarining chiqishlaridan iborat madaniy dastur namoyish etildi. Oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston Turkmaniston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama muzokaralar yakunida turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisiga O'zbekiston Respublikasining yuksak davlat mukofoti, oliy darajali do'stlik ordeni tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Gurbanguli Berdimuhamedovga O'zbekiston Respublikasining oliy mukofoti topshirilishi ko'p millatli xalqimizning atoqli davlat arbobi, bugungi Turkmanistonning milliy yetakchisi va me'mori sifatida unga nisbatan samimiy hurmat, ehtiromi ifodasi bo'ldi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda mahalladagi 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida bu borada qator chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Joriy yilda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan sog'lom inson, sog'lom millat g'oyasini umummilliy harakatga aylantirish, buning uchun 15 million aholini ommaviy sportga jalb etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur vazifalar doirasida joriy yildan ilk marotaba O'zbekiston mahallalari uyushmasi va sport vazirligi hamkorligida 30 yoshdan katta aholi o'rtasida 7 ta sport turi bo'yicha mahalla ligasi sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Xususan, joriy yilda 30 yoshdan katta 4 million aholi musobaqalarga jalb etilishi ko'zda tutilgan. Mahalla ligasi sport musobaqalari mini futbol, voleybol, stol tennisi, streetbol, workout, shaxmat va shashka turlari bo'yicha may-avgust oylarida 3 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni mahalla, tuman, shahar va hududiy bosqichlar. Hozirgi kunda ushbu musobaqalarga elektron ro'yxatdan o'tish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Shu kunga qadar respublika bo'yicha jami 854 ming nafar aholi ro'yxatdan o'tdi. Hozirda ushbu musobaqalarda ishtirok etish uchun respublikamizning 9452 ta mahallasida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu musobaqalarda ishtirok etish istagidagi fuqarolarimiz 5tashabbus.uz elektron platformasidan o'tishlari so'raladi. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan xorij xabarlari bilan tanishing. 22-aprel kuni qurollangan odamlar Kashmir hududidagi Palahgamda sayyohlar guruhini o'qqa tutdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, kamida 26 kishi halok bo'lib, 17 kishi yaralangan. Hindiston buning uchun Pokistonni ayblagandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi keskinlik kuchaydi. Avia qatnovlar va savdo to'xtatildi. Diplomatlar chiqarib yuborildi. Hindiston suv to'g'risidagi shartnomadan chiqmoqda. Pokiston esa suv ta'minotini to'xtatishga urinishni urush e'lon qilish sifatida baholashga va'da bermoqda. Hindiston politsiyasi 3 nafar gumonlanuvchining ismlarini e'lon qildi va ulardan 2 nafari pokistonlik ekanligiga e'tibor qaratdi. Xitoy Xalq Respublikasi Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda Oyda atom elektr stansiyasi qurmoqchi. Kelajakda Xitoy Xalq Respublikasi Xalqaro Oy tadqiqot stansiyasi loyihasiga 5000 ga yaqin chet ellik tadqiqotchilarni jalb etishmoqda. Bu haqda Chang'e-8 Xitoy kosmik missiyasining bosh muhandisi Pei Chao ma'lum qildi. Xitoy rejasiga ko'ra 2028-yilda Long March 5 tashuvchi raketasidan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan Chang'e-8 missiyasi Oyning janubiy qutbiga yashashga yaroqli bazani qurish uchun poydevor qo'yishi kerak bo'ladi. Shundan so'ng esa Oyda atom elektr stansiyasi qurish uchun ishlar boshlanadi.
Bolangizga kitob o'qib bering. Ertaga ko'zingizning nuri ketganda u sizga o'qib beradi. Rishton tumani Nosgar mahallasida 85 yoshni qarshilagan Husanboy ota Ergashev o'z xonadonida 12 mingdan ortiq kitob to'plagan. Ergash ota Sanginov nomidagi xalq kutubxonasini tashkil etgan. Bunday ziyoli xonadonlar jamiyatning ma'naviy boyligidir. Yali kelib o'qiganmizda. Hozir lotincha chiqdi. Lotinchani ham urinib o'qiyapman. Aytmoqchimanki, hammasini o'qidim desam mubolag'a bo'lmaydi. Bular hammasi insonga nur bag'ishlaydi, baxt bag'ishlaydi. Endi hozir davr bunday bo'ldiki, shu telefonda to'rt-qator gapni o'qib, kitobni kam o'qishyapti. U to'rt-qatorda televizordan eshitib, nimadan eshitib, fikri boyimaydi uni. Qisqa axborot bo'ladi. Mana kitobni o'zi o'qisa, men hozir o'zim ham tinimsiz o'qiyman. Kecha kunduzi harakat qilib o'qish kerak. Bola bilim olsin, kitob olsin. Bilimini orqasidan hali otalariga leksiyalar, gentralarni olib beryapti. Bular hammasi nimadan? Mana u prezidentimizning harakatlaridan. Demak, oilada bolalarni rag'batlantirish kerak. Oilalarda bolalarni kitobxonlikka nima qilish kerak? Mana ko'ryapsan, mana televizorda ko'r, sen tengi bolalar mana ota-onasiga mashina yutib beryapti. Sen tengi bolalar kitobga mehrini beryapti deb bolalarning kitobga bo'lgan muhabbatini ochish kerak. Qush uyda ko'rganini qiladi. Kattalar qaysi yo'ldan borsa, bola shundan uyda ota kitob o'qimasa, onasi kitob o'qimasa, u bola qaytdan o'qiydi. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilardim. Uyingizda kitob o'qib bering. Anadan keyin ertaga ko'zingiz xira bo'lib o'tmay qolganda bola sizga o'qib beradi. Olmoqning bermog'i bor. Biz davom etamiz. Toshkent shahar Yangi Hayot tumanidagi Yorqin Hayot mahallasi yettiligi qanday ish olib boryapti? Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan mazkur reportajda tanishing. Boshimiz aytganidek, kambag'allikni faqat pul tarqatish, nafaqa to'lash bilan hal qilib bo'lmaydi. Buning uchun kambag'al oila a'zolarini o'qitish, kasbga o'rgatish va ish bilan ta'minlash muhim. Biz hozir ayni damda Toshkent shahridagi Yangi Hayot tumanida joylashgan Yorqin Hayot mahalla fuqarolari yig'inidamiz. Ushbu mahallada 5876 nafar aholi istiqomat qiladi va mahalla yettiligi tomonidan ularga samarali xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Yettilikda biz mahallamizning kam ta'minlangan, sakam 130 ga yaqin ishsiz odamlarimizni ish bilan ta'minlab, ya'ni bandlik qildik. Bundan tashqari yana 30 ga yaqin ishchilarimizga, ayniqsa qizlarimizga, ayollarimizga kuchli sexlarda kompyuterlarni olib berib o'qitdik. 5 ta oilaga 100 milliondan kredit olib berdi. Imtiyozli kreditlar bu kuchli sexiga. Har xil ko'ynaklar, undan tashqari yana boshqalarga ham kredit olib beryapti. Uyda o'tirib bu narsalar pishirishyapti. O'zimizning mahallamizda hozir o'zgarish katta. Yorqin Hayot mahallasida yashovchi Madina Xudoyberdiyeva ijtimoiy himoyaga muhtoj va ishsiz edi. Mahalla yettiligi ko'magi bilan bolalarni sog'lomlashtirish bo'yicha yangi faoliyatni yo'lga qo'ydi va bugun jamiyatda o'z o'rnini topdi. O'qishlarni bitirganimdan keyin sertifikatlarga ega bo'ldim. Sertifikatlarni olganimdan keyin subsidiya ajratildi. Subsidiya olishimga ham hech qanaqangi to'sqinliklar, muammolar yuzaga kelmadi. Keyin hokim yordamchim bilan maslahatlashib shu joy oladigan bo'ldim. Bizani o'zimizning mahallamizda, o'zim yashaydigan manzilda joy bor deb shirkatimizni menga joy taqdim etishdi. Bizdan shu yordam bo'lsin deyishdi. Mastura Hikmatova milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. U yasagan tillaqoshlar dovrug'i bugun Turkiyani zabt etmoqda. Uning hayot yo'li ham turli notekisliklardan iborat bo'ldi. Biroq mahalla yettiligining qo'llab-quvvatlashi, kambag'allikni qisqartirish doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar unga yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Joy berganlar mahalladan hunarmandlar uyushmasiga a'zo qilishgan. Men shu hamma narsadan ilhomlangan holda ustoz shogird to'garagini ochganman. 12 yoshdan boshlab shu mahallamizda qizlar uchun
bepul to'y kerak. Boshlanishiga 10 o'quvchi kelgan. Uyimda faoliyat yuritayotgan vaqtimdagi daromadimdan hozirgi kundagi mana bu sharoitlar yaratib berilgandan keyingi faoliyatim davomida 70, 80, 90% ga ham daromadim oshgan. Yorqin hayot mahallasi bugun obod maskanlardan biri. Hududning ozodaligi, turli navlarda ekilgan bahor gullarining ifori kishining havasini keltiradi. Mahalla yettiligining bir yoqadan bosh chiqarishi fuqarolar mushkulini oson qilib, turmush sharoitini yaxshilashga zamin yaratyapti. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va belgilangan chora-tadbirlar ham ana shunday ezgu maqsadlarga qaratilgan. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston mahallalari uyushmasi brifingi bo'lib o'tdi. Brifingda uyushma matbuot kotibi Jobir Asqarov fuqarolar yig'ini raisi saylovlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimizda fuqarolar yig'inlari raislari saylovlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi kunda 9452 ta mahallada 57132 nafar mahalla yettiligi a'zolari faoliyat olib bormoqda. Albatta o'z navbatida yettilik faoliyatini tizimli tashkil etish, samarali ishlashini ta'minlashda mahalla raisining o'rni alohida. Mahallalarimizda eng munosib, jonkuyar, fidoyi raislarning ishlashi albatta har birimizga bevosita bog'liq. Hurmatli yurtdoshlar, oldimizda muhim siyosiy ijtimoiy tadbir turibdi va ya'ni joriy yilning may-iyul oylarida mamlakatimizda fuqarolar yig'inlari raislari saylovlari o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonuniga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda mahalla fuqarolar yig'ini raislarining vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Avval 3 yil edi. Qonunchilikdagi muhim o'zgartirishlardan yana biri mahalla raisi saylovlarini o'tkazish muddatlarini belgilash normasi endilikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengeshi, xalq deputatlari viloyat va Toshkent shahar kengashlari vakolatiga o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'zgartirishlar joylardagi mahallalarning mahalliy vakillik organlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishiga yordam beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, joriy yilning may-iyul oylarida o'tkaziladigan fuqarolar yig'ini raislari sayloviga respublika shtabi va joylardagi komissiyalar tomonidan qizg'in tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan mahallalar uyushmasida respublika shtabi 14 ta hududda hamda 208 ta tuman va shaharlarda mahalla raislari saylovlarini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi komissiyalari qoshida shtablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Mahallalardagi ishchi guruhning ish samaradorligini oshirish uchun 10 turdagi kanselyariya mahsulotlari bilan ta'minlandi. Aholini fuqarolar yig'ini raisi saylovlari bo'yicha xabardorligini oshirish, shuningdek, ularni saylovga chorlash maqsadida har bir mahallaga saylovga oid targ'ibot plakatlari, respublika bo'ylab bannerlar, elektron tablolarga, ya'ni LED monitorlarga turkum chaqiriqlar aks ettirilgan video roliklar joylashtirildi. Saylovlarni o'tkaziladigan joylarda nomzodlar va saylovga oid ma'lumotlar stendlari ham joylashtirilmoqda. 14 ta hududda kengashlarning sessiyalari o'tkazilib, mahalla raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar komissiyalari va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. 208 ta tuman kengashlari sessiyalari qarori bilan fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi tumanlar va shaharlar komissiyalari tasdiqlandi. Saylovda 2.591.823 nafar vakillar ishtirok etishi kutilmoqda. Fuqarolar yig'ini raisi saylovlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq ma'lumotlarimiz hozircha shulardan iborat va so'zimiz yakunida hurmatli yurtdoshlarimizdan ushbu muhim ijtimoiy siyosiy tadbir, ya'ni mahalla fuqarolar yig'inlari raislari saylovda faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Fuqarolar yig'ini raisi saylovini tashkil etish va o'tkazish tartibi qanday tashkil etiladi? Bu haqda bizda video qo'llanma ham bor. Aziz mahalladoshlar, biz sizlarga respublikamizda may-iyul oylarida o'tkazilishi rejalashtirilgan fuqarolar yig'ini raisi saylovini o'tkazish tartibi haqida aytib o'tamiz. Avvalo, fuqarolar yig'ini raisi saylovini tashkil etish va o'tkazish ochiq hamda oshkora amalga oshiriladi. Saylov fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga 2 va undan ko'p nomzod ko'rsatilgan holda amalga oshiriladi.
Saylovni tashkil etish va o'tkazishda davlat organlari fuqarolar yig'inlariga ko'maklashadi. Zarur hollarda esa ularni binolar, transport va aloqa vositalari bilan ta'minlashi shart. Saylov o'tkazish muddatlari saylov boshlanishidan kamida 2 oy oldin Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, xalq deputatlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlari tomonidan belgilanadi. Bunda saylov tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq vakolatlar muddati tugagan fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga o'tkaziladi. Fuqarolar yig'ini raisi saylovi tashkil etilayotganda hamda o'tkazilayotganda fuqarolar yig'ini o'tkaziladigan sana, vaqt va joy to'g'risida fuqarolar voqif etiladi. Fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga nomzodlar haqida ovoz berish yakunlari to'g'risida xabardor qilinadi. Yuqorida qayd etilgan ma'lumotlar to'g'risidagi muhim axborotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar mahallani qo'llab-quvvatlash kengashlarining rasmiy veb-saytlariga saylov o'tkazilishidan kamida 5 kun oldin joylashtiriladi. Saylov jarayonlari ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritib boriladi. E'tibor bering, O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki ayrim joylarida joriy etilgan favqulodda holat amal qilishining butun muddati davomida fuqarolar yig'ini raisi saylovi o'tkazilmaydi. Dasturimiz so'ngida yurtdoshlarimizni joriy yilning may-iyul oyida bo'lib o'tadigan mahalla raisi saylovlarida faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.